Assalomu alaykum, hurmatli Max taksi haydovchilari. Boshlagan ishingiz xayrli va barakali bo'lsin. Bizning barcha ofislarimiz ish faoliyatini olib bormoqda. Bizning bosh ofisimiz Namangan viloyati Sumalak svetofordan o'tgandan keyin Oqolda avtosapchast konining yonida joylashgan. Keyingi ofisimiz esa Nukus shahar 21-mikrorayon Dumaloq bozor Orientir Optima avtokonining yonida joylashgan. Urganch ofisimiz Asilmeta yonida joylashgan. Jizzax ofisimiz O'zbekiston mehmonxonasi ro'parasida Mevachilar qatorida joylashgan. Samarqand ofisimiz Marhaba bekati Evasning ro'parasida joylashgan. Va bizning Samarqand ofisimizning ikkinchi filiali Samarqand Dvorets vokzalidagi bekatda joylashgan. Toshkentdagi ofisimiz Chilonzor tumani Metanzapravka yonida joylashgan. Toshkentdagi ikkinchi filialimiz Oxford bo'lib avtoritetning ro'parasida joylashgan. Bizning 24 yil ishlaydigan ofisimiz bo'lsa Sergelik tumani Moshina bozor yonida joylashgan. Ma'lum bo'lganidek, biz Qashqadaryo viloyatida ham ochilgan edik. Manzilga keladigan bo'lsak, yong'in xavfsizlik boshqarmasi yonida joylashgan.